Qizlar, man 44 yoshdaman. Hozir men sizlarga 44 yoshda qanaqa yosh ko'rinish sirini o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Так, mitsillarni ishlatadiganimdek makiyajni yechib olamiz. Birinchisi umyalka. O'zi bu protsedurani shey dekolte bilan qilish kerak. Videoda ololmayman. Ikkinchi protsedura intimniy pudra. Normasi. Endi sizlarga savol. Intimniy pudraga suv o'rniga nima aralashtirdim? Qani topinglarchi? Qizlar, intimniy pudrani quruq yuzlarga bir haftada bir marta, yog'li yuzlar uchun haftada 2 marta ishlatsanglar bo'ladi. Lekin shu usulda ishlatsanglar effektini ko'rasizlar. Problemli zonani, kir ko'p yig'iladigan joylarni massajniy движение qilamiz qizlar. Men salfetkada artib ko'rsataman, sizlar suvda yaxshilab yuzinglarni yuvasizlar. Qizlar, yaxshi kosmetikadan ishlatsanglar, mana effekt. Просто yurganinglarning o'zida. Keyingi etapimiz kisloты. Kisloты bir haftada bir marta quruq yuzlar uchun. Yog'li yuzlarga 2 marta, 3 marta qilsa ham bo'ladi. Qizlar, SPF. Bo'ynam esdan chiqmasin. Kislota bilan intimniy pudradan tashqari qolgan etaplar har kuni qilinishi shart. Qizlar, qalay zo'rmi? Ishlatgan mahsulotlarim sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar.